Nima uchun sizning putingiz beksiz qilib qo'raydi? Put po'rashning asosliq bosh jinoyatchisi izovalerik kislota. Undaqda bir obdan bir jup putdan nerdan kelgan izovalerik kislota bo'ladi? Sog'lom quramga yetganlarning put qismidagi mikroekologiya asosligi harakatsiz yoquvchi sharchi bakteriya. Uzumsimon sharchi bakteriya urug'dishi. Qisqa tayoqchi bakteriya urug'dishi qatorliq musbat bakteriya urug'dishidan tarkib topadi. Harakatsiz yoquvchi sharchi bakteriya oqsilni hidrolizg'ichi enzim ajratib chiqarib, putingizdagi o'lik po'stidagi hujayra mungiz oqsilni amino kislotasi parchalaydi. Ondan uzumsimon sharchi bakteriya oq amino kislotasini parchalanib, izovalerik kislotaga aylantirib, sizga tunishliq bo'lgan sesiq kislotani paydo qiladi. Shuning bilan bir vaqtda qisqa tayoqchi bakteriya L tipliq metil tio amino kislotasini metabolizmlashtirib, tarkibida gungurt birikmasi bo'lgan metil tio alkoholni hosil qiladi. Quruganda xuddi chirigan ko'ktat yupurmoqlarga o'xshaydi. Hayvonlarning gandisidami bundoq puraq bo'ladi. Izovalerik kislota va metil perkaptandan boshqa sesiq putda yana butanon, butyrik kislota, asetik kislota qatorliq moddalar bor bo'lib, ular o'rtaq rol o'ynab, kislotalik huzurlanishni keltirib chiqaradi. Hamma odamning putida bakteriya bor turuqliq, nima uchun qirishgandek sizning putingiz mushundoq sesiq qo'raydi? Bu kichik tarbiz bo'lib, odam badaniga ta'ning asosliq kelish manbasi. Putda o'rta hisob bilan har kvadrat santimetrda 120 dona kichik tarbiz bo'ladi. Butun putda taxminan 350 ming dona kichik tarbiz bo'ladi. O'rta hisob bilan har kuni oz deganda 200 ml atrofida ter chiqadi. Terning asosliq tarkibi suv bo'lib, 90% atrofini egallaydi. Qolgan ter tarkibida natriy xlorid, sut kislotasi, oriya qatorliqlar bor bo'ladi. Shunga rangsiz, puraqsiz bo'lib, o'ntunsiz parga aylanib badan temperaturasini tanishaydi. Lekin siz doim havo o'tishmaydigan paypoq va oyoq kiyib olsangiz, terning unumli parga aylanishiga to'sqinlik qiladi. Bo'libmi ko'p miqdorda ter chiqqan ahvol ostida dimiq ham nam bo'lgan mikro muhit putingizdagi bakteriyalarni asabiylar ko'paytiradi. Siz diqqat qildingizmi yo'q bilmadim. Har qatim ikki putimizni ko'tarsak, put osti va put barmoqlarning yeriqlari odatdan tashqari sesiq quraydi. Buning sababi put yuzining har kvadrat santimetrda ora mangdani bakteriya to'pi bo'lib, ammo put osti bilan put barmoqlarning oraliqi har kvadrat santimetrda 100 mingdan 10 milliongacha bakteriya to'pi bo'ladi. Bir qism kishilarning mush puraqni istaydigan qiziqishi bo'ladi. Lekin bu xil qiziqish salomatlikka tahdid elib kelishi mumkin. Masalan, Fujian Jongjuliq bir yigit paypoq purashni bakli yaxshi ko'rgachga zamburug'ning o'pkini yuqumlantirishni keltirib chiqargan. O'limi yaxshi vaqtda davolangachqa hayotiga xavf yetmagan. Shunga mazmunni ko'rib bo'lib, yulduz belgisini besib o'tib, putlaringizni yuvib etishni unutmang. Bu son mazmun mushar oyoqlashdi. Kelarki sonda ko'rishaylik.